Assalomu alaykum akalar, ukalar. Shu videoni o'tkazmasdan, 30 sekund vaqtingizni ayamasdan ko'rishingizni xohlardimki, shu aytadigan holatlarim sizda yoki sizning yaqinlaringizda takror bo'lmasligi uchun. Ko'p bemorlar murojaat qilishganda shu holatni ko'p ko'ramanki, 2-3 yil oldin og'riq bo'ldi va og'riq bo'lgan paytda og'riq bo'lgan joyga mas surtdim, og'riq qoldiruvchi dorilarni ichdim. 2 kun, 3 kun yo 5-6 kun takrorlandi va keyin o'tib ketdi deyishadi. Va 2-3 yildan keyin shu narsa takrorlangani uchun murojaat qilishadi. Afsuski 2-3 yil oldin infarkt o'tkazgan bo'lib chiqishadi va o'sha vaqtda yurak qon tomirlaridan biri batamom berkilgan bo'ladi va 2-3 yil davomida boshqa qon tomirlarida qisqarish paydo bo'lishni boshlaydi. Va afsuski boshqa yurak qon tomirlari qisqarishi tufayli takroran infarkt bo'lishi mumkin hisoblanadi va takrorlangan infarkt natijasida inson invalid bo'lib qolishi mumkin yoki o'lim holatlari ham bo'lishi mumkin hisoblanadi. Nima bo'lganda ham zamonimiz tinch va har bir ishga imkonimiz bor. Keling 15 minut vaqtingiz ketsa ham shu holatda doktorga murojaat qiling. Yurak kasalliklarini vaqtida davolash uchun yillab vaqt kerak emas va yurakni tashxisi uchun EKG, UZI siz va sizning suhbatingiz yetarli hisoblanadi.